Assalomu alaykum, hammaga xayrli kech. Barchangiz sog'-omon bormisiz? So'z boshidan videoga qo'ygan sarlavham uchun barchalardan uzr so'rayman. Bunaqangi sarlavha qo'yishimga yetarlicha asosim bor. Xabaringlar bo'lgandir. Oramizdan yana bir ayol yangigina onalik baxtiga musharraf bo'lgan yoshgina kelinimiz ayrildi. Avvalo mana shu kelinchak singlimizni oilasiga, ota-onasi, yaqinlariga chuqur hamdardlik bildiraman. Ko'p sonli millatimiz nomidan ta'ziya izhor qilaman. Alloh chiroyli, go'zal sabr bersin. Bevaqt olamdan o'tgan singlimizni o'zi bilib bilmay qilgan gunohlarini Alloh mag'firat qilsin. Joylari jannat, oxirati obod bo'lsin. Oramizga qo'shilgan yangigina mehmonimiz chaqaloqqa Allohim onasini ham umrini qo'shib bergan bo'lsin. Xayrli, uzun, baxtli umr bergan bo'lsin ilohim. Mana shu kelinchak singlimiz birinchisi emas. Qo'rqamanki, shunday davom etaveradigan bo'lsa, oxirgisi ham bo'lmaydi. Boshqa kasallik bilan, boshqa bir dard bilan kasalxonaga borib, o'sha yerdan tobutda chiqayotgan vatandoshlarimizni bir chetga qo'yaylik. Ularga hali navbat kelmaydi ham bu ahvolda. Qo'rqitayotgani tug'ruqxonaga 9 oy ming bir azobni vujudida ko'tarib, chidab farzandimni bag'rimga bosaman degan hayajon bilan, xursandchilik bilan qadam bosib, ba'zan jonsiz farzandini, ba'zan esa o'sha jonsiz farzandiga qo'shilib o'zi jonsiz holatda chiqayotgan opa-singillarimiz afsuski ko'payib boryapti. Eng achinarli holat, ularni o'limiga sabab bo'layotganlar ham ayollar. Tug'ruqxonada ishlayotgan meditsina personallari, xodimlari. Aksariyatingiz ayol kishisiz. Onalik baxtiga muyassar bo'lgan, bir farzandga homilador bo'lish, 9 oy homiladorlik azobini ko'tarish va uni dunyoga keltirishni qanchalik mashaqqatli, onani vujudiga qanchalik og'riqli bo'lishini juda ko'plaringiz o'zingizni vujudingizda his qilgansizda. Dunyoga kelayotgan chaqaloqni va o'sha chaqaloqni dunyoga keltirayotgan ayolni hayoti, sog'ligi sizni qo'lingizda. Lekin ming afsuslar bo'lsinki, mana bunaqangi fojiaviy holatlar shuni isbotlayaptiki, sizni xayolingiz o'sha tug'ilayotgan chaqaloqni dunyoga keltirayotgan onani ustidan oladigan, oshiradigan daromadingizda, pulingizda, suyunchida. Sizlar mana shu oq xalatni kiyib yurasizlar egninglarga. Qalbinglar ham, niyatinglar ham o'sha egninglardagi xalatdek pok, oppoq bo'lishi kerak-da. Nima uchun qiynalib, to'lg'oq azobi bilan o'zini qo'yarga joy topa olmay 72 ming tomirida og'riq bilan kelgan ayolga chiroyli muomala qilib, qo'liga qaramay, ko'ziga qarab, rangi ro'yiga qarab, kerakli muolajani, kerakli yordamlarni ko'rsatmaysizlar. Bu bir. Ikkinchidan, sizlarni nima haqqinglar bor? O'sha sizga cho'ntagingizga solingan ozroq pul yoki umuman berilmayotgan pulni alam achchig'ida dunyoga bitta mehmon kelyapti. Bu qanchalik og'riqli soatlar bu soatlar va xavfli.
ham bola uchun, ham ona uchun ozgina e'tiborsizlik bo'ladigan bo'lsa. Mana shuni bilib turib, qanday bitta odam, bir ayol o'ziga o'xshagan ona dod faryod chekib, qiynalib, azoblanib tursa, beparvogina vijdoningizni shundoq bo'g'ib o'ldirgan holatda e'tiborsiz qola olasiz. Qanday bunaqa qilish mumkin? Mana shu singlimizga keragidan ortiqcha dozada dori berilgan. Men o'qigan ma'lumotlarda. Va allergiya qo'zg'agan. Uyga kelgandan keyin holati yomonlashgan. Badaniga bir nimalar toshgan. Doktorga borishgan, tez yordam chaqirib, u yerda olgan ukoli bu singlimizni holatini yaxshilash o'rniga battarroq yomonlashishiga sabab bo'lgan. Qani o'sha yerdagi dejurniy vrach, javobgar vrach, bir malakali, yangi tug'ruq boshidan o'tgan ayol, bir bilimga ega birortasi topilmadimi o'sha yerda? Qachongacha davom etadi? Ayollar bir odamni qotiliga aylanish uchun albatta unga oqibati o'limga olib keladigan tan jarohati yetkazish shart emas. Albatta o'z qo'lingiz bilan biror bir og'irroq jism yoki tig'li jism bilan yoki bir o'ldiruvchi modda bilan zarar yetkazish shart emas. Sizni beparvoligingiz o'ldiryapti. Nafsingizni buzuqligi o'ldiryapti. Qanchadan qancha chaqaloqlar dunyoga kelmasdan beparvolik oqibatida ona qornida nobud bo'lyapti. Oilalar parokanda bo'lib ketyapti. Yoki bo'lmasam onani ham, bolani ham qurbon qilyapsizlar. Oladigan pulinglar oylik bilan yillikmi o'sha oladigan suyunch pulinglar? Qani ichgan qasam? Qani Allohning oldidagi so'roq savolga bo'lgan bir qo'rquv? Yana prezidentimiz tibbiyot xodimlarini maoshini oshirib berish haqida jon kuydirib bir tibbiyot sohasiga katta e'tibor qaratyapti. Eng korrupsiya urug'lab rivojlangan joy soha tibbiyot sohasi bo'lib qolgan. Eng korrupsiya urchib yotgan sohalardan bittasi tibbiyot sohasi. Tibbiyot oliygohlarini domlalariga, professor, doktorlarga o'sha tibbiyot xodimlari yetishtirib beradigan ustozlarga murojaat qilmoqchi edim. Sizlar insonni hayotini qutqaradigan, dardiga darmon bo'ladigan, shifo beradigan kadrlarni yetishtirib chiqarasizlar. Sidqi dildan, chin yurakdan yondoshinglar. Siz o'z qo'lingiz bilan o'ldirmagan bo'lsangiz-da, siz yetishtirayotgan o'sha bilimsiz, puliga qarab baho qo'yib bergan, aslida kallasi bo'm-bo'sh kadr borib odamlarni boshini yeyapti. Garchi u bilimsizligini orqasidan birovni umriga zomin bo'layotgan bo'lsa-da, birovni kulfatiga sababchi bo'layotgan bo'lsa-da, birovni kasali sog'ayib ketishdi o'rniga boshqa bir dard qo'shib olishiga sabab bo'layotgan bo'lsa-da, o'sha insonni xatosida qilayotgan jinoyatida, aybida sizni ham poyiz bor. Sizni ham hissangiz bor. Onam rahmatli aytardida, insonni o'ldirsa bu hayotda ikki nafs o'ldiradi. Yo dunyoviy, yo shahvoniy nafsi derdi. Mana yoshim katta bo'lib, hayotda bo'lib o'tayotgan voqealarni kuzatib, meni savodimni chiqarayotgan hayot maktabi shuni menga isbotladiki,
onam qanchalar haq bo'lgan ekan bu gapni gapirganda. Nohaq bo'lib chiqishlarini chin dildan xohlardim. Afsuski, onam rahmatli haq gapni gapirgan ekan. O'ylang, 6 kunlik chaqaloq onadan qolib ketdi. Unga ona suti kerak, mehri kerak, tafti kerak, parvarishi kerak. Ishoninglar, atrofida girdi kapalak bo'lsin. Ko'zini ustidan shundoq bir marta yumib ochmasin, shundoq qarab tursin. Hech kim, na buvi, na amma, na xola, na ota onani o'rnini bosa olmaydi. Ana adashmasam so'zlari shunaqa edi. 70 yulduz yig'ilib yarim oycha bo'lolmas, 7 yangi yig'ilib bitta ona bo'lolmas deydi-ku. Shoir haqiqatdan to'g'ri gapni gapirgan, haq gapni gapirgan. Bu dunyoda onani o'rnini bosadigan biror bir zot yo'q. Otalardan, buvilardan, amma xolalardan uzr so'ragan holatda aytyapman. Alhamdulillah, o'g'lim 15 yoshga kiradi yaqinda. Kap-katta yigit bo'lib qoldi. Bemalol o'zini o'zi eplaydi. Ishoninglar, to'y bo'ldi xonadonimizda. Jiyanimni uzatdik va jiyanimni o'sha uzatilgan xonadoniga olib borib, yangi bo'lib o'sha yerda qolib ketdim. O'zi ammaman, qolib ketdim. 2 kun. Kesam bolam bo'yimdan baland, mahkam quchoqlayapti-da. Shunaqa hidlayapti. Butun vujudim titrab ketdi. Bolam nima bo'ldi? Birov xafa qildimi deyapman. Nimaga bunaqa bo'lyapsan? Nima bo'ldi deb. Ona deyapti. Bu uyda siz yo'q bo'lsangiz deyapti. Mana shu katta hovli ignani ko'zidek tor, zimziyo qorong'u zulmat, ko'zimga dunyo qorong'u bo'lib ko'rinib ketadi bu xonadonda siz bo'lmasangiz deyapti. Tushunyapsizmi? Kap-katta yigit. U mittagina chaqaloqqa hali dunyoga kelganiga 6 kun bo'lib bo'lmasdan onasini oldinglar qo'lidan. Endi o'sha qizni orqasidan zor yig'layotgan onaizori holatini tasavvur qilinglar. Beshikda qolgan bola, onasini hidiga to'ymagan hali va nabirani quvonchini yashashga ulgurmasdan bolasini azasini tutib, bolasini tobutini quchoqlab qolgan bir mushtipar ona nimalarga sabab bo'lganinglarni bilasizlarmi? Tibbiyot sohasiga Respublika prokuraturasi, Bosh prokuraturasi, Ichki ishlar vazirligi, Korrupsiyaga qarshi kurash agentligi to'xtovsiz tekshiruv, to'xtovsiz komissiya yuborib turishlari kerak. Sog'liqni saqlash vazirligi mehmonga kelishmasin tibbiyot maskanlariga. Ko'p tarmoqli kasalxona bo'ladimi, tug'ruq kompleksi bo'ladimi, hech farqi yo'q. Oddiy poliklinika, ambulatoriya bo'ladimi, hech farqi yo'q. Kelayotgan komissiya, yuborayotgan tekshiruv komissiyasi obed qilib ketish uchun yoki ujin qilib ketish uchun kelmasin, yeyish uchun kelmasin. Vijdonan tekshirgani kelsin. Bormi oramizda vijdonan tekshiradigan? Xudosi bor, nafsini bir chekkaga irg'itib qo'ygan, sidqi dildan o'sha lavozimini zimmasiga yuklangan vazifani vijdonan bajaradigan birortasi bormi oranglarda? Bilamanda, tekshiruv komissiyasi keladi, chiroyli, vobshe dahshat qilib bezatilgan bitta stolda atrofida jamlanishadi. Shu bilan qancha insonni taqdiriga hukm o'qib chiqib ketasizlar. Noto'g'ri operatsiya jarayonida odamning ichida nimalardir qolib ketishi, odamni qornini sumkadek ochib, o'sha
joniga ozor berayotgan, azob berayotgan dardni olib chiqib olishda o'rniga pulini olib, lekin o'sha dard o'sha yerda qolib ketib, yana qaytadan yopib tikib qo'yish holatlari. Meni bitta dugonam oddiy ko'richayni orqasidan turmushga chiqmay o'tib ketdi. 48 ga kirdi o'sha dugonam. Men bilan teng. Oddiy ko'richak. Uzog'i yarim soat davom etadigan jarrohlik amaliyoti. 1 yilning ichida 5 marta operatsiya bo'ldi. Bitta noto'g'ri operatsiyaning orqasidan 5 marta o'ylang, bitta qiz bola chimildiq ko'rmadi, to'y ko'rmadi, oq kiymadi. Farzand ko'rish, ona bo'lish baxtidan, bir oilani bekasi bo'lish baxtidan mosuvo bo'ldi. Bunaqa holatlar juda ham ko'p. Juda ham ko'p. Eng yomon narsani aytaymi yana bitta. Mana shu tibbiyot xodimlari sodir etayotgan jinoyat bu. Mana shunaqangi ifloslarga ham chora ko'rilishi kerak. Jim yurmasdan turmushga chiqqunicha sabr qilib, jim yurmasdan qilar ish qilib qo'yib, aqli yetib yo yetmasdan aybini yoptirgani boradi. 3 ta 4 ta ko'kidan ko'tarib. Yamab chatib birovni hech narsadan xabari yo'q o'g'liga uzatib yorishadi. Bir dumalab qilar ishni qilib yurib bir dumalab bokira qiz bo'lib, birovni halol pok chimildig'ini harom qilib, bir yigitni umrini xazon qilib, aldab qo'yniga kiradi. Va bunda eng katta javobgar jinoyatchi o'sha qiz bolani yirtiq yamog'ini tikib chiqarib yuborayotgan, pulini olib. Xudoyim kechiraman degan. Ana shunaqalardan bittasi o'zingizga ro'para bo'lib qolsa nima qilasiz? Bo'ladi ham bunaqada. Tibbiyot sohasidagi korrupsion holatlarni gapirsam, bugun tonggacha gapiramiz. Sog'liqni saqlash vazirligi, Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi, Ichki ishlar vazirligi hamjihatlikda tibbiyot sohasida sodir bo'layotgan mana bunaqangi noxush, ayanchli, oxiri fojiaga olib kelayotgan holatlarga jiddiyroq e'tibor berishinglarni, keskin chora-tadbirlarni ishlab chiqib, amalga tatbiq qilishinglarni, tez tekshiruv komissiyalari yuborishinglarni, taftish qilishinglarni so'rayman. Bir ayol sifatida, ona sifatida. Hammamizga Alloh sabr bersin. Barchamizni mana bunaqangi oq xalatli jallodlarni qo'lida beparvolik oqibatida o'lib ketishdan saqlasin. O'limni ham go'zalini, chiroylisini bersin. Eng muhimi kechidan bersin, xayrlisini bersin. Allohga omonat bo'linglar.